Özüň ýaşyň neçede? Ben 92, 33 yaşındayım. 33 ýaşasan. Kaça ölendiň? Bir yıl öptü. 32 ýaşda ölendiň. Ha, yok. Şimdi ikinci turmuşum. Ha, ikinci turmuşum. Birinci turmuşdan balaň bowamdy. Ha, o çenji ýaşda ölengen edi? 20 yaşta ölen. 20 ýaşda. Neçe balaň boldy ondan? 2. 2 balaň bar. Seni birinci turmuşyňmy geldi? 2. Sana hem ikinci. Sende bala barmy? Ha, boma. Sen neçe ýaşansyň? 9 ay yaşadın, bomada lekin ha. Müstara sen gelemer ayda? 21 günden. 25 gün. Neçe gün geledi? 3 gün. 3 gün geledi. Neçe yaşta turmuşa çıktın birinciye? 20 yaşta çıktın. Yaxşı, indi men hazır näçe sorap durupman, sebäbi şamal bolmaýynça daraxny uju kymyllamaydy diýen makal bar. Şamalyny düşündiremen hazır. Şimdi biz özbekçilik yine aile kurduk, bala doğuşu gerek dep oylaýmyz da. Doğru mu? Ha. Şu günü kalışı gerek ýere bargandan 9 aydan çetişi gerek. Doğuşu gerek. Indi ne hazır özüň Hivada inturistde işleysen. Doğru mu? Bütün dünyadan turistler geledi. Göresen ha? İzinde 4'ten 5'ten bala var mı? Yok, güzel. Düşündün ben sana. Ne için? Akıllı bolgany üçün. İlimli bolgany üçün. Dünyanı kıdırıp ýaşaýdy da. Özbek nere orada? Bu kelle bilen. Güzel. Şu için akılsızны canı azapta deydi. Özbekni canı şunça azapta da. Özü normada hazır maýtadan geplerimmi ata-eneň aýtyp, ilim berip, aňyňyzy östürüp, jinsi terbiýe berip, jinsi haýata taýýarlap, jinsi hayatyňy çyraýly ýaşaş üçin hemme närseni ata-eneň çetişi gerek özü normada. Öğretişi gerek. Biz Özbekde barmy bu gep? Ba, kayta ters terbiýe beradi. Görme, eşitme, okuma, karama, üýat olady diýdi balaga. Endi kıza ondan beter. Gözüňi oýada eken, ayakyňy çapada eken, kazyp gömede eken diýmeýär, başga gep aýtam. Şunda aňyň ösemi? Ha? Ösmeydi. Şu için Allah hayvana kuşa akıl vermeyen diýmen de mi? Hakikatda bermeyen ko. Şu için doğuşunu ansat kılgan da hayvandan kuşdan. Şu için doğuş için cinsi alaka kılады. Düşündün mü anasını? Sığır yılda bir mertte bu kadar geladi. Öküzünü yılda bir mertte çıkarады üstüne. 9 aydan çetedi. Doğadı. Bize Özbek tıkatından şunu yaşasın. Lekin bu günde sen azapına çıdıydı. Ne için? Sahabe azatken cinsi an ösmese, cinsi an diyen nerse bu yaşlıktan ata-ene taraflama östüredi on nerse bu. Çünkü ösmese, ayal insanda yaşap bilmeydi. Lezzetlenip, baklı, sağlam, çıraylı yaşap bilmeydi. Lekin Allah akıllı adam zata şunu için bergen. Ata-eneni şunu için bergen Allah adam zata. Anını östürsün, ilim bersin, sevişini örgetsin. Ne için? Allah'ını bergen nimetini çüntürsün. Sevişini. Fakat adam zata bergen seviş. Şu için cinsi alaka adam zatta günde kılınadı. Uyat hocam emas ku banersa ku ya yok hocam o. Banersa o. Lekin bize ne olap koyupmuz onu? Uyat dap koyupmuz onu. Endi öýde ata-ene öwrenýänimde 3 harfni bilip balam görme uyat, eşitme uyat, okuma uyat, karama uyat dese, aýalyny sevişini bilesenmi? Ýok, bilmeýsen onu. Lekin doduruşny bilesen, doduruş akly gerek emas diýen aýtdym. Öküzem kılıp turupdyk onu. İt her 6 aýda dodurady urgatsyny. Pişik her 3 aýda dodurady urgatsyn. Näçiligini az aýtdym. Ya gördüňmi bir itni dodura bermeýin, doktora gelip katnap, dolanyp, keyin doğup gitken. Yok. Sebäbi o doğuş üçün yaralgan. Doğuşunu ansat kılgan onu. Näçin adammy doğuşunu keyin kıldı? Sebäbi az aýtdym. Allah sana akıl berdi. Allah sana çyraýly haýat berdi. Allah sana jinsi alakany lezzetleniş üçün günde berdi. Ýatyjy emas o. Çyraýly ýaşaş üçün günde berdi. Aýtgan diýene kara doğdun 2 balany, lekin sevgi, lezzet, mehr bolman üçün ajralışdyňmy, näme boldy? Ajralışdyň. Indi az aýtgan aň ösken bolsa, sevip aile kurgan bolsa, aýtgan nemisi okşap, urusy okşap, dünýäni aýalyň bilen kydyryp ýürýän bolsaň, balaňy akıl bilen dogsaň, planlaşdyryp dogsaň, ajralış bolamy?
Olmaydı ülke. Ha bize doğuş için, köpeğiş için koşamızda yine kara beçara 9 ay doğmagan oraya da vergenler onu. Olmasa doğanın derdi gitemedi yerden. Yok, yaşabiliyor dedi. Doğdu ku, balası oldu ku onu. Şu münasebet bilen ajralışkan mahir bala olmadı dep. Başka ne o ya? Az ettim bize de sığır okşap 9 aydan çetişi gerek o. Doğuşu gerek o. Ne için sığır okşap dedim? Az ettim. Allah hayvana akıl vermedi. Okumaydı, düşünmeydi, bilmeydi. Çünkü yılda bir mertebe bu kadar gelip ma dep kışkırıp bildiredi'den öküzün üstüne bir çıkaradı, çiriydi azapınadan 9 aydan çetedi. Doğadı. Ha ne için bu doğa ermeydi? Az ettim. Allah bunu adam kıldı. Allah buna akıl verdi. Allah buna göz, kulak, dil, miye verdi aklını östürüş için. Allah atana verdi buna. İlim verip aklını östürüş için. Kan o yapla. İşletmesi faydası var mı onun? Görüş üyat dese, okuş üyat dese, iştiş üyat dese, seviş cinayet dese. Bola mı çıraylı hayat? Gelin. Kattırak söyle. Bu muydu o? Lekin yana aytdim. Hayvan doğganda doğulup ösken bala akıllı sağlam bolup doğulam. Yok, şunun için hem akılsızın canı azapta değil. Şunun için aytadı ahırı zamanlı balları yan taka zengi koyup çıkardı dedi kara. Kiçay mıydı ola? Dümdüm, nümcan, kesel olup para veradi. Sebebi 2 dümdüm, nümcan, bala doğadı koru. Ulanı vergeni deydi ki. Bu Xudanı vergeni emas, o seni kılganın. Yine asla söyle oturup, Xuda sana akıl verdi. Xuda sana çıraylı hayat verdi. Verdi mi ya vermedi mi? Xuda sana cinsi alakanı günde verdi. Ya etken diye onu doğduruş için verdi mi sana? Xuda ayağını çıraylı, sağlam, baklı yaşaşını erkeke vergen. Sana vazifan o. Lekin sana o vazifanı hiç kim çüntürem. Yok, bilmiysen da. Şu için ettim doğdursan yürüyorsan. Xuda şükür bala oldu ku deysen. Haydi yürütmüş ku deysen. Az 3 kızda olsun toxtatacağım onu doğdursan. Yok, oğul doğuşu gerek o, mecbur. Karağına. Lekin yana ettim yine turistler yürüttü dünyanı kıdırıp. Birini doğdu. 30-35 yaştan keyin doğadı. O ne için? Hazır ettim. Atana akılını östürdü ona, akılını şekillendirdi ona, sevişini öğretti ona, kitap okuttu ona, insani hayata teyalladı. Akıllı boğan için, ilimli boğan için. Akılını adam zata bergen Allah, hemmeye bergen. Özbeken bergen, az aklını boğanca söyle oturtman da. Hazır Allah akıldan kıskanda söyleyemedim sen. Ha? Kulağın kar olsa söyleyemem mi? Girsen mündet. Söylenmem ku. Lekin gez söylep oturtman da bu gaplarni yana ettim. 7 yaştan başlap atana kılışı gerek. Sebebi hazır ettim Allah şunun için ona akıl vereyim. Yine adlı kitap. Özbek evinde bir kitap yok. Sebebi hazır ettim. Okuş üyat, iştiş üyat. Ha? Ne olup yazılgan? Kara. Ayallar cinsi azalar dedi. Sığırını döşkümesi o. Tapdıksan bala doğadım. Sen onu insani akıl bilen düşünüşün gerek. Onu insani çıraylı yaşatış için bilişin gerek. Ona insani lezzet verişin için ilim alışın gerek. Lekin ilimle niye de alasan? Kim aytadı sana? Düşündün ben sana. Çünkü 7'den olsan 70'inden şu olasan da tuttu. Kan bilen giren kan bilen giren ahmaklıkta hayvan diye de olsa sonra biliyor sen. Ne için hayvan diye de 10 mert ayttım. Hayvanam okumuydu. Hayvanam işitmeydi. Hayvanam görmeydi. Hayvanam atana seçnerse örgetmeydi ku. Ya öküz üretem öküzce sığırını dolduruşun. Ya sığır üretem ona cana bala doğuşunu, balanı yalaşını, emcek verişini, kımaya kırışını örgetem ona. Sana üretmek gerekmeydi onu instinkt hayvanı. Doğandaki yüreğine basıp emcek verip hiç kime deyiz bin kettetesen onu. Lekin az ettim sana insani sevişini örgetişi gerek atana. Ne için? İnsan diye yaşaşın için. Kara. İnsani birbirini düşünüp baklı yaşaşın için. Birbirine insani çıraylı hayatını verip yaşa. Şundi hayatını yaşasa bunu tanesinde ölsədi on balan içki oladı. Akıllı sağlam oladı. Az etken hayatını yaşasana, işte seni bilmeyin azaplı yaşasana.
Kasal nimjon bo'ladi oladi. O'zi kasal uni hech narsani bilmagani uchun. Tushundingmi ma'nosini? Endi qara galing nima uchun o'qish kerak? Nima deb yozilgan? Erkaklarning jinsiy a'zolari. O'qiganmisan shu yoshga? Sig'ir o'qiymi buni? Yo'q. It o'qiymi buni urg'atsa? Sen ham o'qimaysan. Nechiligini azaytdim. Ko'zingni yo'yadi sen o'qiyding. Tanang. Shunda azaytdim. O'zingni tanangni tushunmasang, eringni tanasini tushunmasang, insona belgen chiroyli hayotni yashab bilasanmi? Mumkinmi u narsa? Lekin hayvona belgen doğuşni qilishing mumkin. Uncha aql kerak emas o'zi. Lekin sana doğuşni Alloh qiyin qilgan, sabab hozir aytdim. Bir qadam ölüm, bir qadam hayat, ikki jonning o'rtasida yaratadi Alloh ayolni. Uchun doğuşini qiyin qilgan. Sababini hozir aytdim. Aql bergani uchun, chiroyli hayotni bergani uchun. Ya doğuş uchun berganmi o'zbek xotinni? Yo'q, faqat doğuş. Lekin sen aqling shunga yetadi-ku. Boshqa aql bormi hozir senda? Ina qara, 1 yil oldi deb turibsan, to'g'rimi? Hozir doğganda kelamading bu yerga shu gaplarni eshitmagan. Yo'q. Öküz gelam sığırını al. Bam gemiydi uka. Şu az aytdim, hayvan kılan iş kılıp söylesən de. İnsan kıladığı iş ne? Uyat deysen. İnsana belgen akılını işletmeyenin için uyat deysen. Konuya akıllı onun için uyat deysen. Sen gelemedin. Yılda doktor tuttu da ama lezzet almıydı doktor. Şunu üreyenmeke geldim de. Sığır gelem şunu yapmaydı. Özbekam şu hazır ettim. Şu için hazır ettim. Doğulgan balanın çık olacak. Ya farkı yok mu sana? Doğsa oldu mu? Yo'q, doğsa bo'lamiz. Lekin onun için shuncha narsani bilishing kerak-ku uka. Gaping zo'r, to'g'ri. Lekin hech balani bilmaysan-ku. Uni insonni yashash uchun hech narsani bilmaysan-ku. Ya shu gap bilan bo'ladimi? Shu uchun qarz ikki qo'ldan chiqadi deydi. Ikkisi ham aqlli bo'lish kerak o'zi. Nima uchun? Alloh bergani uchun. Hozir shu yerga ikki eshakni olib kelib qo'ysa so'laymanmi shunday? Yo'q. Lekin eshak seni qiladigan ishing qiladi. Urg'atsin yilda bir dog'diradi. Qara. Sen uni ham qilarmiysan? Sababi hozir aytdim, Alloh seni eshak qilgani yo'q. Sana odam qildi. Sana aql berdi. Lekin aqlni ishlatmading, o'stirmading. Shu uchun do'st achitadi deydi, dushman guldiradi deydi. Aslan dushman bo'lsam shunday so'lab o'tiraman. Ne işin var sen aqling bilan? Ne işin var sen chatib yashab yurganing bilan? Ne işin var senden nechik bola olacak bilan? Sabab ota-onang ne ishi bo'lib turgani yo'q-da. Hozir shu gaplarni so'zlab o'tirish meni vazifamga kiradi deb o'ylaysam. Vazifam biladi, Endi bilmaysan albatta, girmaydi meni vazifam. Meni vazifam hozir gelding, ruchkani olaman, qog'ozni olamandan tekshiraman seni ko'rib. Tekshirgandan keyin analizingni ko'ramandan daringni yozaman, ishida Allohni olib berasiz. Bo'ldi meni vazifam. Men hozir ota-onangni vazifasini qilib o'tiribman. Nima uchun? Ota-onang qilmagan uchun qilib o'tiribman. Ya'ni ota-onang qilganda bahola yemaysan. Uni hozir aytdim, chatib yashab yuribdilar. Berali xiyoga ular 80-85 yoshindagilar yoshlari yemaydi bera. Yoshlari chiroyli joylari bo'ladi ularni. Dengizlarni bo'yni oradi ular ayoli bilan. Tushundingmi ma'nosini, farqini? O'zbek o'lincha bir yere borami? Hayvon balam bir yere. Endi doğduk endi bir aylanib kelamiz, qidiramiz deymi? Adam ham aytmaydi ko'nika. Sababini hozir aytdim. Adam ham hayvon hisoblanadi o'zi. Faqat ilm olsagina inson aylanadi. Faqat ilm olsagina insonda yashab biladi. Ilm olsagina ayolni sevib oila quradi uka. Ilm olsagina balani aql bilan doğadi ular, planlashtirib doğadi ular. Ilm olsagina doğgan balaga doğru ilm beradi ular, аңын o'stiradi ular. Ilimsiz olsa zalim bo'ladi u. O'zine o'zi zalim bo'ladi. O'zi ham yashamaydi insonni, ayolini ham yashatmaydi. Hatto doğan balasini ham. İnsan dediğine tushundingmi? Ilm berib yashatmaydi da. Shu uchun hozir aytdim. O'qib o'rgangan olim deydi, o'qib o'rganmagan o'zine o'zi zolim deydi. Ko'r o'zini olsa zayli yo'q-da, o'zingga zolim bo'lsa. Bu o'zine zolim bo'lsa. O'zine o'zi degani o'zingga, ayolingga, hatto doğduğun balanga ham zolimsan, hozir tushuntirdim. Ya boshqachami?
Shuning uchun ayolni o'zi kasaldan chiqmaydi. Ne uchun? Sababi hozir aytdim, Alloh bergan aqlni ishlatmagani uchun Alloh bergan lazzatni bilmaydi. Eshitganmisan shunday narsa borligini? Yo'q. Bunga opani beradigan tarbiyasi, vam opasidan shu gapni eshitadi-da. Kushoyda ko'rganini qiladi deydi-ku. Birinchi ara borganda shu gapni aytib berdi. Indamaysan qizim, uyat oladi qizim, ichingni yutasan qizim, chidaysan qizim, o'lmaysan, 90 Hammasi yaxshi bo'ladi. aldanib yashaysan. Neydan hammasi yaxshi bo'ladi? Uni ham aytadi. 90 aldanib yashaysan. O'rganib, neda o'rganasan? Azob o'rganib bo'lam. Aldanib yashaysan lekin. Qara. Shu uchun doğuşni qalaydi u. Boshqa hayot yo'q unda. Tushundingmi? Shu uchun hozir aytdim, bu narsalarni tushuntirmang, davolab ham bo'lmaydi. Eshitganmisan, bu eshakni davolanib, doktorga kelib, ilm olib, keyin doğib, aqlli bola doğganini? Yo'q. Sababi eshak u. Alloh aql bermaydi unga. Doğuşini ansat qilgan. Shu uchun yilda bir marta aloqa qiladi, doğadi u. Boshqa vaqt qiladimi? Qilmaydi boshqa vaqt yo'q. Faqat odamzodga berdi Alloh bunday hayotni, chiroyli hayot. Faqat odamzodga berdi Alloh lazzatni. Faqat ayolni lazzatlanishini qiyin qildi, sababi aql shuning uchun berildi. O'yla, ayolni lazzatlanishini ham erkaknikiga ansat qilsa, aql kerakmi unga? Ha? Diqtin, hazat savom. Kerakmi unga aql? Kerak emas unga aql uka. Shu uchun aql berildi, shu narsani tushunib, bilib, insonni chiroyli munosabatni qilib, insonni bir-birine insoniy lazzatni berish uchun jinsiy opitni oshirib, jinsiy aloqa qilish berilgan. Uyat o'zi emas bular. Uyat gap solib turibman bo'lsa. Uyasi yetmadingmi bu gaplarni eshitadigan yasha? O'tib ketding o'sha undan. Shu uchun yana aytdim, 7ingdan olsang 70ingda shu olasan deyilgan. Shuncha joyga borgansan-da, mangadom. Bordingmi sen ham? Shunday deb bir so'lladimmi sen? Nechun so'llamaydi u? Sababi ota-onang qilmay yaxshilikni o'zi hech kim qilmaydi. Ota-onang nozifasini qilmaydi-da hech kim. Shetadi u san so'llab. Hozir aytdim, seni maqsading doğush-ku. Hozir aytdim, sen insonni sevilib yashab yuribman, insoniy lazzat olib yashab yuribman deb kelmaysan-ku, doktor ya shunday deb bording bir marta. Shu uchun seni shetadi so'llab. Nima deb kelding? Bola bo'lmaydi deb kelding. Bola bo'lish uchun hozir aytdim, aql kerak emas. Hozir aytgan ilm olmoqqa keldim deb kelganingda doktor ham aytishi mumkin. Aqli o'zingda bo'lsa, ilmi o'zingda bo'lsa, ilmi bo'lmasa aytmaydi. Men Moskvaga borib o'qib kelmaganimda men ham bilmasadim bu gaplarni. Sababi men ham ota-onam aytgan emas. Sababi uni ham ota-onasi aytgan emas. Kushoyda ko'rganini qiladi deb yurish kerak emas lekin. Tushundingmi ma'nosini? Shuning uchun ilm olib o'zgarish kerak, ilm olib inson bo'lish kerak, ilm olib oila qurish kerak, ilm olib farzandni dunyoga keltirish kerak. Dunyoga keltirgan farzandga to'g'ri ilm berishni bilish kerak. Qara, ya sen uchun doktor qilaman. Doktor olib borsan kasalatib. Ya maktab olib borib bersang maktabda o'qituvchi qilaman ilmni. Hech kim qilmaydi uni, jinsiy ilmni. Uni faqat kim qilishi kerak? Faqat ota-ona. Nima uchun? Farzandini insonda yashashini xohlagani uchun. Biz uni xalab turganimiz yo'q, ilm sonimiz uchun. Sababi zolim odam hech qachon hech kimga yaxshilik qilmaydi. O'zini yaxshilik qilmadi u. O'zini ayolina yaxshilik qilgani yo'q. Bolasına qilam. Ha? Birovni bolasına qilam. Ko'chada qo'nishini bolasına qilam. Shu uchun yo'q bizda. Shu uchun yana birinchi shamol bu. Hozir aytdim, shamol bo'lmayincha daraxtni o'zi qimillaydi. Nima uchun do'g'armaydi turibdi? Insonni yashab turgani yo'q-ku. Nima uchun? Ilm olgani yo'q-ku ikkisi ham. Jinsiy aloqa qilish etaplarni bilasanmi? Jinsiy aloqa qilish pozalarini bilasanmi? Ayolni erogenniy zonalarini bilasanmi? Ha? Öküz bilan ularni. Savol berib turibman-san, uka, yosh bola emassan-ku. Sen ham bilmaysan-ku. Nima uchun bilmaysan? Sababi hozir aytdim, uni kim aytishi kerak edi? Ota-ona. Nima uchun?
Seni insan bo'lishing uchun, seni chiroyli yashashing uchun, seni bir ayolni baxtli yashatishing uchun, senden yetang bir akıllı farzand dunyoga kelishi uchun aytishi kerakmi ya uni? Ayanda Xudo pechatlab tuzab berami sana? Hadi onun için insan bo'lishi kerak-da, ilm olishi kerak-da. Uyunda kitob bo'lishi kerak uni. O'risni uyunda bir xonali joyda yashaydi, lekin bir shkaf kitob bo'ladi. Qo'limdan kitob qo'ymayin, erkak ham ayol ham chetadi. O'qiydi. O'zbekning uyunda 3 shkaf bo'ladi, Xudo xolasa. 3-4 ni dog'atdan qatorlab kiyima bosadi-da. Bir kitob bo'ladimi lekin? Nedan bo'ladi ya bu kitob? Nima kerak, kimga kerak, ha? Shuning uchun hozir aytdim, bu gaplarni men so'zlayman, sababi ilm bermeyince, aqlingni o'stirmeyince, chiroyli hayot borligini tushuntirmeyince muammoni yo'qotib bo'ladimi? Yo'q. Shuning uchun bu disgarmoniya bilan yashab yuribdi, azob bilan, og'riq bilan yashaydi, lekin hozir aytdim, uni hech kim aytib bilmaydi. Uyga borib opasini aytsin kan, opasi tushunadi. Og'zini soladi uni, chida deydi. Men ham shunday yashamayman deydi. Kallang olma deydi. O'zi bir yerdan ayrıldın deydi. Zo'rdan bir yere vardın. Cheteceksen endi. Kime borasan sen deydi. Ya boshqa gap aytam. Tushunding mana sana. Sana nima deydi aytsan. Bir xotinni verding deydi. Boqqina bo'lib deydi. 2 bolani doğdurup deydi. Bam doğmasa ketadi bam deydi. Oturmaydi bu doğdur bana deydi. Boshqa gap aytmaydi-ku sana. Tushunding? Shuning uchun qarshi ikki qo'ldan chiqadi dedim. Hozir aytdim, meni maqsadim ota-onani yomonlash emas. Meni maqsadim ota-ona qilgan xatoni esa qilmasligingiz. Doğrulab bilmaysan uni, qilmasliging mumkin. Chap to'g'rilaysan uni. Mana endi ichine qaytadan girasanmi qaytib? Ha? Doğrulab bo'lmaydi uni. Qilmasliging mumkin. Ilm olsan qilmaysan balanga. Sana foydasi yo'q gaplar. Lekin balanga foydasi bo'ladi, sababi sen uni vaqtida tushunadigan vaqtida aytib bilasan. Hozir 30 yoshga kirib so'llab ishda o'tib o'tiribsan. Sen uni qabul qila olmaysan uni. Sababi 7 yoshingda miyang qabul qiladigan yosh hisoblanadi. Shuning uchun 7ngdan olsan, shu olasan deydi. Shuning uchun aytdim, o'ris nemis birini dog'adi, unga nechik ilm berish kerakligini biladi, necha yoshdan nechik ongni o'stirish kerakligini biladi, necha yoshda balog'atga yetishligini biladi, necha yoshda jinsiy aloqa qilishi kerakligini biladi. Shularning hammasini aql bilan, ilm bilan bolasini, qizini o'rgatadi, tushuntirib, aqlini o'stiradi. Ha biz o'zbek doğuşni biladi, hozir aytdim-ku. 3 qiz olsun, 2 o'g'il kerak unga. 3 o'g'il olsun, 1 qiz kerak unga. Sababi hayvon bilgan narsani biladi-da, doğuşni biladi-da. Bu balani mas'uliyati borligini bilami u. Necha doğdu apam keling? 4 doğdu. Sen qalasan menda. Şöyle göreni qilamiz. Senikine 5 doğdu yine. Qara. Sen qalasın 2'si bor ekan senda rezervda. Qaraysanmi bu bolalara? Qaraysan. Xotin chatda chiqdimi yo chiqmadimi? Shunday. Shunda bolalarni neden qaraysan sen xabaring olmaz. Endi ko'ri gap-ku. Bola bo'lsa bo'ldi-da. Necha yoshga kirding katta bolang? Bilmaysan amatda. Sababini hozir aytdim uka. Itam bilmaydi-ku, 15'inde doğadar 6 oyda. Ya bilami? Adamım hozir aytdim sana lekin. 13 olsa necha yosh bo'ladi o'zi? 12 yaşını doldurdu o'zi. Balog'at yetdi u bola. Bu bolaga sen hozir aytdim, ilm berib, ongini o'stirib, insoniy sevishni o'rgatib, bir qizni baxtli yashatishni o'rgatishing kerak. O'rgatishing kerak. Lekin o'zingda yo'q-ku u narsa. Shundan o'rgatasan. Qandan o'qitib bersang bo'ldi-da. Ustidan amallab kiyimib bersang bo'ldi-da. Shu vazifang seni doğup. Bizlar o'rgatilgan. Endi shu uchun hozir aytdim-da, shu uchun so'rab o'tiribman-da. Hozir sen Xivada yotgan gazetda ishlamayotganda balandam tushunmaysan, o'ylaysan, zo'r bizlar hayot deysan. Opam bu ishni do'p ajratib yashab yuribdi deysan. Niye ajratib yashab yurganini bilmaysan, lekin nega ajratib yashaydi u? 5 bolani 5 ming tashvishi bormi yo hazmu? Tushundingmi ma'nosini? Ajratib yashab yurgan aytgan nemis o'risi ayoli bilan ajratib dunyoni qidirib
kalan joyina borib, chiroyli joylarda yotib, chiroyli ovqatlarni yeb yurgan odam o'zatgan bo'lam ya, aytgan. Doğup köpəyib boqqana bo'lib, hech yerga chiqmayotgan odam o'zatib yasam bo'lam. Ha? Ulan gidiyor. Shuning uchun sen ham shunday hayot sana belgilanmi ya, sana doğuş belgilanmi ko'p. Doğru zaten sen olmayın. Endi arzu etmeyin, uni amalga oshirish uchun aytgan aqlingni o'stirishing kerak. Bo'ldi, boshqa hech narsa qilishing kerak emas. Shuning uchun Alloh harakat qilsang barakatini beraman deydi. Ya arzu etsang beraman deydi. Harakat inson bo'lishi deb turibdi-da Alloh. Ilm olishi deb turibdi. Vatana taraflama bo'lmagani uchun bo'lmaydi-da. Vatana qilmadi harakat. Harakat doğuş qildi. Ha, keling. Boynu o'stirdi, ara verdi, azaytdim, doğup ketsaydi. Yürüyorlardı. Balası oldu ku deydi, haydi sen ku deydi. Erin yamaydı, ölmeyi deydi, işe pürttü ku deydi. Kara kazanın kaynap turttu ku deydi. Başka ne o deydi ya. Dünyanı kıdırmaya dursa, bir çaylı caylara barmaya yaşamayın dursa demeydi ki, aytam o gap mesela. Ama aytışı özü var şey gerekti. Özü insan diye yaşaşı gerek. Şu hazır aytdim, maksat ata-onani yomonlash emas, maksat ata-ona qilgan xatoni qilmaslik-ku. Ya O'zbekni 2 marta o'ram xudo, boshqada yashab kel, Suriyada doğupsan ko'ru, insonni bilgan hayotni bilmabsan, tushunmabsan, ilm olmabsan deb qaytarib beram xudo. Yo'q, bir marta beradi hayotni sana. Faqat sana uni chiroyli yashash uchun aqlni bergan edi. Chiroyli yashash uchun ota-onani bergan edi. Ilm bersa chiroyli yashar eding. Ilm bermagani uchun bak oldu yaşaysan. Shuning uchun aqlli inson o'zidan ko'radi, ahmoq odam yurayverasan keyin aytganingdek havas etasan-da, osmonga qaraysan-da, xizmatini qilasan-da ularni. Lekin o'zingga kim xizmatini qiladi? Hech kim. Lekin ko'payasan endi hozir 2ni do'qsa-da. Ichkolari ya, boshqacha bo'lib ketamaydi. Itni boshqacha bo'lam, 15ni do'g'adi it har 6 oyda. Ha? Adamdan hech narsa o'zgarmaydi uka. Doğan bilan. Ya o'zgarammi keling? Aqling bilan so'zlakan? O'zgarsa itniki o'zgarishi kerak edi. Ulardan zo'r yashaydigan hayvon bo'lmasi kerak edi. O'zgarsa o'zbekniki o'zgarishi kerak edi, 4ni 5ni doğan. Nemis bir yere gelishi kerak emas edi, o'zbek vona borishi kerak edi. Ularni xizmat ettirishi kerak edi. Ya shunday bo'lib turibmi? Yo'q, bo'lmaydi. Sababi hozir aytdim. Osmondan tushmaydi hech narsa. Faqat aql bilan o'zgaradigan, bo'ladigan narsalar bo'ladi. Shuning uchun musulmonchilikdan beshikdan qabrgacha ilm izla deyilgan uka. Doğup ko'payganda yana yo'q. Ilm izladi. Ilm izlasang hozir aytdim, inson bo'lasan. İnsana bergan chiroyli hayotni yashaysan. Insona bergan farzandni aql bilan, ilm bilan doğasan. Farzandni hozir aytdim, insoniy ilmni berasan. Vazifangda sani. Qandani do'ydirib bo'yini o'stirish emasda ko'r vazifang uka. Ilm berish vazifang. Shu vazifangni bilsangina qilib bilasan, bilmasang aytdim, yurayverasan. Birinchi shamolni tushuntirdim hozir. İnsoniy hayot yo'q. İnsani sevgi yok, insani lezzet yok ayolda, erkekte emas. Yani aytdim Allah ayolni lezzetlenishini qiyin qilgan, uni erkakka berdi. Tushunding? Shu vazifangni bilishing uchun ota-onang hozir aytdim sana jinsiy ilmni berishi kerak. Ko'rsang emas, qizini. Ya uyat gapmi shular? Biz ana deymiz lekin. İşte 3 harfni bilamiz-da. 3 harfni bilish uchun aql kerak emas-da. To'g'ri, 3 harfni yodlatsang ham aytaveradi 100 marta, 1000 marta bir kunda. O'zbek ham aylantiraveradi uyat deb. Shuning uchun aqling o'smaydi. Bu aqling o'smaydi. Aql hayvondan bor. Hayvon ham bolasini taniydi, hayvon ham bolasini himoya qiladi, hayvon ham bolasini och qoldirmaydi. Aql bor, faqat uni aqli ham o'smaydi. O'smaydi aytib bergan uniki. Fakat adamnikini o'sadi o'rnatib bergan Alloh. Shuning uchun ilm olsang o'sadi, ilm olmasang o'smaydi. Shuning uchun birinchi savolni tushuntirdim, endi ikkinchi savol. Tualeting nerede joylashgan uyingda? Bog'ni to'rinda. Normada nerede bo'lish kerak? Borib
Yine gazetesi geldi memarlar. Bağını töründe tuvalet koydun. Çıkar da polisan mı şöyle? Yok. Çıkmaydı. Çıkmadı. Sabi insan da o. Şarait kıladı da özüne. Allah saklanganını saklayman değil. Hiç akıl bergen sana. Dazı ne için tuvaletini soradım. Köçede koygan bolsan, köçe minus 10 gradus kara kışta bolsa, kışın çay boladı bize de. 3 ay oladı. 3 ay küz oladı. 6 ay salkın boladı. 6 ay issi oladı bize yani. Harazımda. Soğukam, Mekkem soğuk oladı. 20-15 gradus soğuk oladı. Barıp tuvalette tenengni açıp otursan, giyen 2 kat iştahının, paltonun, jemperingni paydası bolam. Ayalın barıp tuvalette tenesini açıp oturadı. Bana nersek o? Sağ bolam o? Doktor apar doğalasan sağ olamı. Doktorun dağları çıkan onu eldene. Demenle doğalanıp yurttu bu. Şunca okullar aldı bu dep saklayayım onu. Şu için saklanganını saklayman deydi Allah. Akılını şu için bergen. Normada tuvalet öğünü içinde 20 gradus ısı cayda boluşu gel. Kara. Az aytdım. Ne için çıkmıydı? Soğuk köçe. Çıkmıydı bu yere. Gemiydi su eğer şimdi şarayet kılıp koysan köçeye. Bir turisam gemiydi şöyle. Sebab az aytdım. İnsan o. Özünü hürmet kılan o insan o. Akıllı insan o. Bize Özbek'e az aytdım. İçağında çık desana o neydi? Geçen yürüyor. Köçeye yürüyordu. Sebab az aytdım. Doğru. Şu için keselden çıkmaysan da. Endi kesel bolup doğru yaşamayın bala doğsan. Neçik bala doğular? Kesel bala doğular. Sana Allah akıllı ne için verdi? Kesel bala doğuş için mi? Dümdüm boluş için mi? Yok. Çıraylı yaşaş için verdi. Çündük manasını. Endi az şunu düşüntürmezemden dar yazıp berabersen. Ben dağlarım saklaymışsan. Lekin az aytkam aklını işletip tuvaletini içine yapıyorsan. Saklanasam keselde ya ondan saklanmaysam. Şu için Allah akıl bergen. Üç hazır aytdım hiç kaçan hiç nerse özünden özü bo'lmaydi. Shamol bor edi. Yine men hozir katta 2 shamolni aytdim. Milyon shamol bor edi, meyda. Lekin hozir aytdim onun uchun ota-ona vaqtida doğru ilmni bersa shu shamolni hosil qilasanmi? Yo'q, demak chiroyli yashashni, ilm bilan baxtli yashashni bilasan. Shunday aytgan ko'r balani doğup, bunu suyakini kaldırıp, kasaldan çıkarmayın ömrünü o'tirasanmi onu? Yo'q, sevib, dunyoni qidirtirib, insonni yashashni hosil qilasan. Ya Xudo buyurmadimi bizlarga bunday hayotni? Buyurdi. Hammaga bergan uni. Aqlni hammaga bergan Allah. Shuning uchun men hozir aytdim, hayvon Amerikada ham shu hayvonlikini qilib yashaydi, O'zbekistonda ham shu hayvonda yashaydi. Ya boshqacha yashaymi onda? Ne için o adam her xil yaşayacakını tushuntirdim. Sebebi Allah akıl verdi, onun işletmedi o, işletmedi o. Şu için her xil yaşaydı. Şu için Özbek az aytdim yine, doğup köpeyip, balasını, özünü bulap, ömrünü ötürüp yaşaydı. Neyimiz Orus, Özbek, ne? Amerikanisler, dünyadan kıdır birenler, özünü kadırına yetip, birbirini sevip, aile kurup, balanı akıl bilen doğup, çıraylı yaşap, ömrünü manalı yaşardı. İkisi hem öyleydi. Ölmeydi adam yok. Hem öyleydi. Lekin ağı, manalı, çıraylı hayatını, baxtlı hayatını yaşap öyleydi. Biz yani Özbek azapta yaşap öyleydi. Ha? Gelin ya başka mı? Doğru ku. Şunu bilish için akıl verildi mi sana ya? Bilmeyin doğup köpeyip balanı bokkana bulap ömrünü götürüş için verildi mi? Kattırak söyledi. Halbuki onu işletmesen paydası var mı belirgen akıllı? Yok. Şu için Kars 2 koldan çıkardı deydi. Şu için ikkine so'rlab o'tiribman, ikkine ham ilmli bo'lish imkoniyating bor. Allah ichiringiz qisqani yo'q. Hozir aytdim, quloqingiz kar bo'lsa rasul aytsa, quloqi kar 2 joram borayotir, hayotini o'lan desa. So'rlaymanmi? Ko'zi ko'r desana. Jillig'ini yasib turadi desana. Umuman girizmayman bu yerda. Sebab paydasi yo'q, to'g'rimi? So'zlaganimmi, ko'rsatganimmi, o'qitganimmi? Nima uchun so'zlab o'tiribman? Allah ichiringni qisqani yo'q. Ya qisdim. Yo'q.
Fakat az aytdim, uni to'g'ri qabul qilish uchun aytayapman, ota-onangni yomonlash uchun emas. Ota-onang vazifasini bajarmadi. Sana ilm bermedi. Qilishi kerak bo'lgan ishlardi u. Aqlingni o'stirmadi. Hayota tayyorlamadi. Jinsiy tarbiya bermedi. Nima uchun? Uni ota-onasi ham bermagani uchun. Uni ota-onasi ham qilgan emas-da, uyatda yeganda u. Shuning uchun qush-o'yda ko'rganini qiladi degan maqol shu. Tushundingmi? Shuning uchun bu yerni o'zgarsangizlar, ilm olsangizlar, chiroyli yashashni bilsangizlar, bir-biringizni sevib baxtli yashasangizlar, doğuladan balançık oladı. Akıllı çırağı. Ha bilme. Inoq aqling bor. Shularni qilmaydi olsang ne? Bilmaydi, tushunmaydi. Doğuladı unda ham. Qaqaqlarni to'q doğmasdan qo'ymas edi. Qaqaqlab yuribdi bu bechora doğaman deb. Faqat shu azob bilan yashab yuribdi. Hozir shu gaplarni tushuntirmaydi. Bu gaplarni bermeyin, ongini o'stirmeyin. Oila qurib, faqat doğup yashashni xohlaysanmi desam, no deyading. Ava deyadi. Sababi boshqa niyat yo'q unda. Endi aqlini o'stirgandan keyin no deysan. Faqat doğup yashashni xohlaysanmi? Ha? Qara deb bechora dil aylanmaydi. Sababi meni gapim bilan darrov aqlli olmaysan-da. Hayvonga o'xshab faqat doğup yashashni xohlaysanmi? Yo'q, keyin baribir. Nachiligini hozir aytdim. Ota-onang vaqtida tushuntirganda, uni men aytmasadim sana. O'zing bilar eding. Hozir aytdim, hech qachon aytgandek hayvonda doğush uchun oila qurmas eding, insonni sevib oila qurar edingizlar. To'g'rimi gapim ya? Sababi Alloh bizlarga shuning uchun aqlni berganda. Doğup ko'payish uchun bo'lganda hayvonda yaratar edi odamlar. Aqlni o'stirmaydi, atib yaratar edi. Yilda bir marta qichqiradi, "Galing doğadan gunim" deb, diqarading doğaradi. Lekin boshqa vaqtda yanına yan tashlamas edi seni. Get deyadi, kerakmaydi ma deyadi. Nima uchun? Azob nima kerak bunga? Tushunding ma'nosini? Shuning uchun bayonini hozir aytgan gaplarimni qisqacha qilib aytadigan bo'lsam, tushuntirish uchun aytadigan bo'lsam, aqlingizni o'stirmayinchangizda seni davolab bo'lmaydi ekan. Tushunding ma'nosini? Shuning uchun yana ham aytdim, jilliqadek jillini yaxshi olib chiqqanini eshitganmisan bolnitsada yotib? 10 yil yotib. 5 vagon dori ichishi mumkin 10 yilda. Yaxshi olib chiqammi? Yo'q. Sen ham yaxshi olmaysan hech qachon. Lekin hozir aytdim, ilm olib, inson bo'lib, sevib, chiroyli yashasang, o'zgarami? Sharoitingni qilsang, tualetlarni hozir aytdim, ichani olib kirib, ishsiz joyda qo'ysang, unda sog'liqing o'zgarami yo undan o'zgarmaydi? Shuning uchun sog'liqingiz 90% aqlingizga bog'liqligini tushuntiryapman-da. 10% doktorga bog'liq. Bizlar o'zbek o'ylaydi, doktor olsang yaxshi bo'lasan deydi. Borib ko'rinib kelganda nima deydi ekan deydi. Borgandan keyin nima deydi? Nima dedi doktor deydi. Bu dum nima deydi? Ko'rdi doktor tekshirdi, shuncha kasalim bor ekan deydi. Lekin u kasal nedan paydo bo'lganini hech qachon bilmaydi. Yana hozir o'tiribman. Osmondan tushmadi-ku u kasal. O'zing qilding-ku, ota-onang qildi-ku. Shuning uchun yana aytdim, aqlli bo'lsang o'zingdan ko'rasan, ahmoq bo'lsang yurayverasan keyin. Xudo bermaydi turibdi deb. Xudo bergan narsalarni bilmaysan, Xudo bergan chiroyli hayotni tushunmaysan. Aqlsiz hayvona bergan doğushni qilajak bo'lasan. Qilasan ham. Tushunding? Shuning uchun bayonini o'zgarish bu faqat sara kerakmi yo kerakmaydigan gaplarni so'zlab kallangga otdim. Endi yosh bola emassan do'ka. Bam yosh qiz emas ekan. Lekin o'zi bu gaplar yoshlikdan aytilishi kerak edi. Lekin aytilmadi. Shuning uchun qiyinchilik ham shu edi. Shuning uchun savollarimiz bormi hozir? Jinsiyat to'g'risida. Senda ne? Endi oddiy savol beraman sizga. Hayvon savol berami doktora? Adam ham shu gap shu hozir aytdim. Nechun yo'q savol senda? Sabiy chocuk kallaning ichida. Ya muammo yo'q deb o'ylab tursanmi? Ha? Muammoing million, lekin uni bilish uchun senda ong yo'q. Aql bor. Aqling bo'lmanda aytiradim hozir. Senda ong yo'q.
Orusuna yağlı 100 savol beradi. Az aytdim, Moskvada ishlab kelganman. Sababi az aytdim, undan faqat ayol qiynalib yashaydi, erkak qiynalmaydi. Lekin sana o narsa uyat deyilgan bo'lsa, endi o narsa deb so'zlayveramiz. O narsa emas o'zi, jinsiy hayot uyat deb so'zlangan bo'lsa, jinsiy hayotni az aytganimdek nima deydi, dum qurib aytganda harom deb so'zlangan bo'lsa, qara, Allohning bergan ne'matini har xil so'zlasak, aqlni ishlatmay. Neden savol berib biladi u? Endi savol bermasang, kim sana yaxshilik qiladi? Kim sana hayotingni do'llab berib biladi? Kim sana hayotingga chiroyli yashashing uchun kerak ilmni berib biladi? Baram biri. Shuning uchun yo'qda az aytdim, kelding, sivri do'moqqa kelding. Tekshiradidan daringni yozadi. Tushundingmi? Savol berish uchun nima kerak? Akıl kerak. Aql bor-ku, ilm kerak. Aqlni berdi-ku Xudo. Ilmni bermadi ota-onang. Shuni tushunishing kerak. Ilming bo'lganda, doktor men ina bu kitobni o'qidim, ina bu kitobda imoningda yozilgan edi. Ina bu kitobda bunday narsalar bor edi. Shu anda chiqarasiz degan savolni berishing kerak. Men ayolimni sevishni bilmay turibman, ayolimni insoniy chiroyli hayotni berib bilmay turibman. Sababi ayol haqiqatda bu topishmoq deyiladi. Ayol topishmoq deydi. Uni topish uchun katta jinsiy ilm bo'lish kerak ikkisinda. Bizamiz bu yerda xotin zovutu. Diktin, doğdurdun, tapdın mücilleni. Xudoga shukr deydi, hozir aytdim, balam bo'ldi-ku deydi. Ya boshqa gap aytasanmi? Gülasan lekin. Hozir aytdim, men seni gülüsh uchun so'rab turganim yo'q-ku, gülishing uchun so'rab turibmanmi? Ya men bila bilmay so'rab o'tiribman, chiroyli yashab yuribsanmi sen? Ha? Azob unga. Seks bez любви deydi. Это изнасилование deydi ruslar. Sevgisiz jinsiy hayot bu zo'rlash deydi. Bu zo'rlanib yashab yuribdi, lekin aqli yetmagan uchun chidab yashab yuribdi. Shuning uchun do'yarmay turibdi, garmon ajalmay turibdi uning tanasida. Ne uchun? Hozir aytdim, Alloh uni odam qilib yaratdi. Alloh unga chiroyli hayot berdi. Alloh unga jinsiy aloqadan lazzat berdi, go'shtli lazzat. Nima degani lazzat degani? Bu tanada garmonlarni ajalib, tanani mo'tadil yashashi bu lazzat degan narsa. Lekin uni olish uchun unga ilm ota-ona berishi kerak edi. Uni yashashi uchun ota-ona insonda ilm olgan bo'lishi kerak edi. Qara berib hammasi aqlada qiladi. Ya Xudo bermay turibmi sana bolani? Xudo hamma narsani berib qo'yibdi-ku sana. Lekin Xudo yana aytdim, aqlni berdi, ilmni bermaydi u. Ota-ona berdi vazifasi, ota-ona berdi vazifani. Shuning uchun hozir aytdim baribir, shuning uchun o'zbek bonim uchun ko'proq so'zlayman, sababi qiyin, baribir tushunishing, o'zgarishing qiyin. Lekin o'zgarmasang, tushunmasang, so'zlayning foydasi yo'q. Tushundingmi ma'nosini? Chunki meni leksiyalarim bor. Shu Baxtli klinikasida girsang, shu yerda shu hayot to'g'risida, jinsiy hayot to'g'risida, ota-onaning vazifasi to'g'risida, erkak bilan ayolning o'rtasidagi munosabat to'g'risida, ayolni hozir aytdim chiroyli yashatish to'g'risida, bolani aql bilan do'yish masalalari to'g'risida leksiyalar bor, ko'p. Nima uchun? Hozir aytdim, ilm berish uchun bo'ladi. Boshqa maqsad yo'q. Faqat ilm berib, aqlni o'stirish uchun bo'ladi. Shularni qilib, shularni qilsam ham sen görmeyin, okumayin, tushunmasang, foydasi bo'ladimi? Kelib doktorda aytgan dorilarni olib ketsang. Yani shuning uchun bana 10 yillab, 15 yillab doğmanlar keladi, tushuntiraman, o'zgartiraman, sharoitini qildiraman, aqlini o'stiraman, Alloh bergan chiroyli hayot tushuntiraman. Bolasi bo'lib ketadi. Ko'p shuningdeklar. Nima uchun? Hozir aytdim. Bu meni o'ylab topib o'tirgan gap emas bo'la. Allohning bergan ne'matini so'rab o'tiribman sen. Ota-onang uyat degan narsani tushuntirib o'tiribman sen, kech olsam. Uyat emaslikin. Ya uyatmi? Uyat emasmi? Tushundingmi? Uchun bu yerda hamma narsa qilish imkoniyatingiz bor. Insonni yashash imkoniyatingiz bor-da. Tushundingmi? Endi bu yerda mavzu mana